Samarqand Astana yo'nalishida to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnovlar yo'lga qo'yildi. Samarqand Astana yo'nalishidagi parvozlar haftasiga 2 marotaba, juma va yakshanba kunlari amalga oshiriladi. Samarqand xalqaro aeroportiga Astana shahridan uchgan yo'lovchi samolyotlar kelib qo'ndi. Birinchi aviareys kelishi munosabati bilan tashkil qilingan tadbirlarda Qozog'istonning Samarqanddagi bosh konsulxonasi, Air aviakompaniyasi vakillari ham ishtirok etdi. Samarqand xalqaro aeroportida birinchi bo'lib ro'yxatdan o'tgan Air aviakompaniyasi tomonidan bepul chiptalar, sertifikat, Air kompaniyasi tomonidan huquqiy hamda esdalik sovg'alar topshirildi. Astanaga to'g'ridan-to'g'ri reyslarning yo'lga qo'yilishi aeroportning xalqaro marshrut va tarmoqlarini kengaytirish yo'lidagi muhim qadamdir. Qozog'istonning Samarqanddagi bosh konsulxonasi, shuningdek O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi turistik hamda biznes aloqalarni yanada rivojlantirish uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratildi. Samarqand Astana yo'nalishidagi parvozlar haftasiga 2 marotaba, juma va yakshanba kunlari amalga oshiriladi. Parvozingiz bexatar bo'lsin.